Haliyam bozordan qimmatga narsalarni olib yuribsizmi? Mana masalan, men 5 yildan beri o'zim uchun chetdan tovar zakaz qilib, anchagina pulimni tejab qo'yganman. Xitoydan kelgan tovarlarimni birga raspakovka qilamiz. Mana shu bijuteriyalarni 4 tasini atigi 8000 so'mga olganman. Keyingilari ham vashinga обычный menga ranglari juda yoqqan. Bular menga kargosi bilan 12000 ga tushgan. Yo'q, xato eshitmayapsiz. Xuddi shunaqa narxda olganman. Keyin ko'pchilik shunaqa mish-mish qiladi. Brend tovarlarni Xitoydan zakaz qilib bo'lmaydi deb. Mana Kiko brendidan kosmetikalarni ham men bemalol chetdan o'zini narxida zakaz qilganman. Keyingisi bu albatta men sevadigan sumkalar. Sumkalarni men shunaqa yaxshi ko'raman. Aynan shu sumkani printini yaxshi ko'rib olgandim. Kargosi bilan menga 58000 ga tushdi. Aynan shu krossovkani esa men kargolari bilan 95000 ga olganman. Korobka dokumentlari bilan ko'rayotgan bo'lsangiz sifatini juda ham zo'r kelgan. Zo'r ham o'zimizda 95000 ga hayotda bunaqa sifatdagi narsani bermaydi. Chetdan tovar zakaz qilsak arzonga tushishimizni tushundik. Lekin kimdan bu narsalarni o'rganamiz deydigan bo'lsanglar, siz o'zingizni ideal ustozingizni topdingiz. Sababi men chet davlatlardan 5 yildan beri zakaz qilaman. Bitta emas, ikkita emas, 7 ta davlatdan o'zini narxida zakaz qilishni o'zimni kursimda o'rgataman. Bu kursimni o'zi asl narxi 500 ming so'm. Hozirgi vaqtda juda ham katta chegirmada 150 ming so'm bo'lib turibdi. Atigi 10 tagina joy qolgan. Kursga yozilish uchun albatta menga Telegramdan murojaat qiling.